chiqyapti. Necha kelin? 37,5, 38,5 hozir chiqadi. Dori berdim, bir yo'la qonun topshirib ko'rdik. Pediatrga borsak, pediatr uning tomonidan ijtimoiy himoya Tekshirdim. ikki tomon qizarib qolgandi. Tinch chiqayotgani unaqa nima qonunoma bugun topshirdik hozir. Hop, aslida hozir necha kundan buyon isitma va injig'li necha kundan buyon? Injig'ligi 4 kun, 5 kundan beri. Hop, Isitmas 2 kundan beri. isitmasi 2 kundan. Uyda yana boshqa shamollaganlarmi, gripplaganlarmi, yo'talganlarmi bormi? Yo'q. Xo'p, nima qilamiz kelinlar? Boshdagi qonlanishni yaxshilash uchun bitta yozamiz. Temperatura paytida bosh miyada tabiiy holatda mana bakteriyani, virusni toksini hisobiga qonlanish pasayadi. Shuni hisobiga injig'li bo'lishi mumkin, lekin asli qizda hozirgi holatda birinchi etapda pediatr lichinasi bor ekan. Nimaga unaqa deyapsiz? Siz leykotitimiz 11.9 baland. Soya degan показатель bor 25 baland. Organizmda bakteriyalar yanglanish ketyapti degani. Pediatristikdan tanlab antibiotik bersa antibiotikini yozsin, simptomatik lichinasi bo'lsa uni qilsin. Pediatrda licheniyasi tugagandan keyin 10 kun misol ko'rishamiz повторный, konsultatsiya bepul bo'ladi. Shunda ham injig'li davom ettirsa keyin qo'shaman. Mayli? Hozir bitta dori yozamiz ekan xolos. Ko'proq balki pediatrimiz mana analizni ko'rmasdan bizdan ijtimoiy yo'lda borgan bo'lishi mumkin, lekin o'zi tarafimizda qanaqadir muammoyingiz yo'q. Ko'proq somatik holatdagi muammo bo'lyapti. Ya'ni o'sha temperaturani asorati, shamollashni asorati sifatida biz bosh miyada qonlanish pasayish bo'lyapti. Faqat asliyani shamollashlar tugagandan keyin gemoglobinni ko'tarib oling kelinlar. 8 ga tushib qolibdi, kalsiyni ko'tarib oling, 2,1 ga tushib qolibdi.